Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan IT Vanus. Bugun xudo xolasa yangi boshlayotgan open source loyihamizni birgalikda qanaqa o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Bu loyihaning nomi Grandbot Panel deb nomlanadi va bu loyiha orqali siz bir nechta Telegram botlarini mana shunga qo'shib, shu yerdan javob berishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ishlatishni ko'rganimizda yana ham yaxshiroq tushunamiz. Birinchi bo'lib bu yerga papka ochamiz. Klon qilish uchun my app deb ochdim. Endi terminalni ochib, bu yerdan git klon qilamiz. Mana shu loyihani. Albatta, bundan oldin sizda git va docker o'rnagan bo'lishi kerak. Agarda yo'q bo'lsa, o'rnatib oling. Enter. Demak, bizda qo'shildi. Kiramiz. Mana bu loyiha. Bizda DevOps papkamiz, frontend va backend papkamiz bor. Backendga o'tib turib, mana buni copy qilamiz. Nomini o'zgartiramiz. .neb. Hop, endi mana bunga kuchliroq parol qo'yasiz, ya'ni secret key bu token uchun. Demak, o'zgartirib qo'ydim. Siz yana ham kuchliroq qo'yasiz. Bu yerdagi mana bu kommentni olib tashlaymiz. Login parol bu yerda va bazani nomi tgpanel1. Endi mana bu orqali biz shu bazamizni yaratib olamiz. Hop, create db stavit OK qilib yaratamiz. OK. Bizda yaratildi. Hop, endi keyingi qadamda debug. Agarda sizda protga qo'yayotgan bo'lsangiz, false qilsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam test uchun bo'lsa true. Webhook bizga kerak emas hozircha test uchun. Agarda bo'lsa, o'zimizni domenimizni qo'ysak bo'ladi. Bunga ham o'zimizni domen yoki bo'lmasam localhost. Menda localhost tura qoladi va bu menda bo'sh. Endi adminning login va paroli sizda qiyinroq parol, menda oddiyroq parol qo'yib turaman hozircha. Mana bu adminning pazi, ya'ni login page. Enemy orqali o'zgartirishingiz mumkin. Xo'p, bizda yaratildi hammasi. Yopamiz. Endi bu yerda hammasi tayyor. DevOpsda mana bu deployni ochib olamiz. Mana shu bo'yicha qilamiz. Frontda hech nima o'zgarish yo'q. Xo'p, birinchi klon qiling dedi. Klon qildik. Enemini to'g'irladik va bularni ham to'g'irladik. Undan keyin dockerni bizda, ya'ni docker realniy bazaga ulanishi uchun ozgina o'zgartirish kerak. Ya'ni mana bu papka va mana bu ikkita faylda o'zgartirish qilamiz. Ya'ni terminalni ochamiz. sudo nano etc PostgreSQL va mana bu yerdagi faylga kiramiz. Pastroqda mana bu aynan mana shu yerga yulcha qo'yamiz. Ya'ni eshitayotgan adres uchun keyingi qadamda mana shu faylga kiramiz va eng oxiriga mana shu qatorni qo'shib qo'yamiz. Va bu yerda yozilgan. Mana bu ikkita variantni qildik. Endi keyingi qadamga o'tamiz. Ikkita qadamdan keyin va mana buni ham komandani yozib qo'yasiz. Ya'ni firewallga ruxsat berish uchun aynan mana shu IP larga, bu port orqali. Menda qo'shilgan, shuning uchun qo'shmayman. Hop, bazani yaratdik, bizda shart emas va docker orqali up qilamiz. Hop, buni o'chiramiz. DevOpsga kiramiz. Bizda tayyor fayl bor, docker compose fayl. Ko'rishingiz mumkin. Shuni hozir build qilamiz.
Enter. Bizda image yo'q. Demak, birinchi imageni keyin konteynerlarni run qilamiz. Docker compose pc qilamiz. Ko'ramiz, bizda demak hammasi ko'tarildi, ishlayapti. Frontendga kelib turib ko'rsak 80-port. %27. Enter. Endi bundan oldin qo'shgan mana bu yerda o'zgartirgan mana shu bezga o'tamiz. Enter. Login va parolni kiritamiz. Bu yerda bor. Enter. Va mana ko'ryapmiz, bizda tayyor loyiha ochildi va dashbord mana bu botlar uchun, mana bu broadcast va bularni xudo xolasa keyingi darsda ko'rib chiqamiz qanday ishlatishni. Hozircha faqat biz loyihani o'zimizga o'rnatib oldik. O'rnatish oson. Xuddi shunday men qilgan holatda buni serverga o'rnatsangiz bo'ladi va undan keyin bu yerga o'tsangiz, agarda real serverda bo'lsa, domeningiz bo'lsa, bu yerdan HTTPS orqali mana buni o'zgartirib to'plab qo'yishingiz mumkin. Ya'ni mana bu kommentni ochib turib, nariginisini kommentga olasiz, sizda HTTPS ham ishlaydi. Va mana bunga qarab ishlasangiz bo'ldi. Xudo xolasa, hozircha shu, bundan keyingi darsimizda bu loyihani qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.